his qilaman va ma'lum bir ishni boshlashga motivatsiya meni undaydi. Endi bu holatda ko'pchilikda bo'lsa kerak. Lekin o'sha motivatsiya 1, 2 yo 3 kundan keyin yo'qolib qoladi. Yana videolar ko'ramiz, kitob o'qiymiz, motivatsiya paydo bo'ladi. Yana biroz vaqtdan keyin yana qaytib o'z holimizga qaytamiz. Bizdan so'ramoqchi bo'lganim, butun umrga yetadigan motivatsiya bera olasizmi? Rahmat. Hop, birinchi qismni berib qo'ydim deydi. Haq savol berdingiz. Agar motivatsiya yo'qolishi nima desangiz, endi shu bir ish qilishga kuch topa olmassiz deb olaylik, to'g'rimi? Shu so'z ishlatmang iloji boricha. Lanjlik, loqaydlik, dangasalik qayerdan kelib chiqadi? Lanjlik, loqaydlik va dangasalik umrda cheksiz deb qabul qilgan paytda va meni hali vaqtim ko'p-ku degan paytda boshlanadi. Necha kirgansiz? 25. 25 yil umringiz qanday o'tdi? 25 yil umringiz qanday o'tdi? Yaxshi kunlar ham bo'ldi, yomon kunlar. Endi orqaga qarang, qanchalik tez o'tdi? Juda. Men sizga garantiya berib aytaman. Bunaqasiga 25 yil xuddi shunday tez o'tadi. Siz vaqtim juda ko'p deb o'ylaysiz. Siz atrofingizda yaqinlaringiz vafot etdimi? Yo'q. Sizga tengdosh odamlar vafot etdimi? Yoki kichikroq farqi? Ikkala holatda ham. Ya'ni o'lim faqat qarilarga kelmaydi. Birinchi shuni tushunib olish kerak. Oxir marta qachon janozaga qatnashdingiz? 3 oy oldi. Nima his qildingiz? So'z bilan tasdiqladim. Har doim o'lim kelar ekan, keyingi sen bo'lish mumkin deb aytadi. Har doim borgan paytda o'zimni hayotimning oxirini xuddi ko'rgandek his qilaman. Ya'ni boya aytib turdim. Har kuni 142 ming bilan 150 ming yaqin odam vafot etadi. Ya'ni kecha yer yuzida siz bilan men birga yashab turgan 150 ming odam bugun yo'q. Va bugun hozirgi paytda shu gaplarni eshitib turgan odam bo'lishi farq bor. 150 ming odam yer yuzida yo'q bo'ladi ertaga. Va ular orasida men ham borishim. Eng zo'r motivatsiyani olmoqchi bo'lsangiz eshiting. Inson o'lim bilan yuzlashar ekan, butun hayot ko'z oldidan o'tadi. Voy gaplashim shu haqda. Nima uchun o'tadi desangiz, inson o'lim bilan yuzlashganda tabiiy instinkt miyasi o'ta tez ishlar ekanda, vaqt sekinlashadi va umr hayotni ko'z oldida o'tadi. O'shaning uchun o'zingizga savol bering. Agar bugun kechqurun aniq 12 da vafot qilasan sen desam, necha soat uxlagan bo'lardingiz? Bu do'stingiz bilan o'yin o'ynab o'tirarmidingiz? To'g'ri bo'ladi yoki yaqinlarimdan? Yo'q, men savol berib ketaveraylik, unisiga oxirida o'zingiz aytasiz. Do'stingiz bilan PUBG o'ynardingiz misol uchun? Yo'q. Kimlardir valaqlashib o'tirarmisiz, haligi skameykada o'tgan ketgan g'iybatini qilib? Yo'q. Nima qilgan bo'lardingiz? To'g'ri ibodat va o'zimni o'ylamay. Ovqatlanishga necha soat vaqtingizni sarflagan bo'lardingiz? Sarflamasdim. Men ovqatlanmasmisiz? 12 da o'lishim aniq. Endi menga garantiya bering, masalan, qog'ozmi, kafolat xatimi siz 12 gacha yashashingiz uchun. O'limni unutgan paytda insonda o'sha siz aytgan motivatsiya yo'qoladi. Ya'ni bu Steve Jobs har kuni oynaga qarab, bugun agar umringning oxirgi kuni bo'lganda nima qilarding deb aytish kerak emas. Har bir musulmon o'zi aytish kerak bo'lgan narsa. Agar bugun umringning oxirida bo'lganda nima qilgan bo'larding? Siz maksimal darajada shu kundan foydalanib qolish harakatida bo'larsiz. Siz juda ko'pchilik talabalar savol beradi. Ustoz, necha soat uxlash kerak? Necha soat uxlash kerak? Necha soat uxlash kerak? Hech kim necha soat o'qish kerak deb savol bermaydi. Faqat fokusda uyqu turadi-da. Odamlar savoliga qarab buni motivini bilib olsangiz bo'ladi. Shuning uchun haqiqatda hayotni favqulodda qabul qilsangiz, jiddiy qabul qilsangiz, sizga motivatsiya ham kerak emas.
har kuningiz ertalab aytar ekansiz, bugun eng umrimning oxirgi kuni bo'lishi mumkin deb aytar ekansiz. Bir kuni haq bo'lib chiqadi aytgan gapingiz. Albatta bir kun siz umringiz oxirgi kuni bo'ladi. Esingizda tursin. Hech kim kafolat bermaydi ertaga yashashimizga, yo butun umr yashashimizga. Cheksiz hech kim qolmaydi-da. Shuning uchun xotirjam odamgina boya siz aytgan loqaydlikka yuz tutadi. Shuning uchun qiladigan ishimiz ko'p, vaqtimiz kam deb qabul qiling. 25 yilingiz qanday o'tgan bo'lsa, ko'pchilik endi talaba bo'ladi, endi kiradi yo diplom olmoqchi bo'ladi. Foundationga 1 yil, talabalik tugagandan keyin diplomgacha 4 yil o'tsin ana. 5 yil orqaga qaraysiz, 20 yil yashagan bo'lsangiz, o'sha qanday o'tdi deb o'zingizga savol berasiz. Kelajakda sizni kutib turgan 5 yil shundan 4 barobar tezroq o'tadi. Ko'z ochimguncha diplomli talabani bitirgan, talabalik bitirgan ishchi bo'lib qolgan bo'lasiz. O'shaning uchun har doim odam o'limni o'ziga dunyoni ishlaridan so'rib qolish uchun emas, tezroq imkoniyatdan foydalanib, foydali jamiyatga, insoniyatga yaxshilik qilib qolish uchun qilish kerak. Ham ibodati, ham foydali ishi uchun. Payg'ambarimiz alayhisalom aytganlar-ku, o'sha qiyomat boshlanganini ko'rgan taqdirlaringda ham agar qo'lingizda bir ko'chat bo'lsa, uni ekib qo'ying. Ekib qo'ysa, uni ehtimolligisi bo'lmasi mumkin. Foydasi ham bo'lmas mumkin kelasi avlodga, lekin ekib qo'ying deb nima uchun aytyapti? O'sha boshlangan xayrli ishlarni iloji boricha inson tezroq tugatishga harakat qilish kerak. Kamol et kasbkim olam uyidin deb ko'p aytaman, o'sha davomini o'qib olasiz. Ya'ni bizni o'sha urgency deymizmi, o'sha shoshilish yaxshiliklarga bo'lish kerak. Dunyoni ishiga ko'p shoshilavermasdan yaxshiliklarga shoshilish kerak. Qo'y aytib turdim. Birinchi videosini ko'rib olasiz. Ya'ni motivatsiya insonning nafsiga bog'liq narsa bilan bo'lgan bo'lsa, tez tugaydi. Agar insoniyatga bog'liq maqsadlar qo'ygan bo'lsangiz, u o'lmaydi, o'chmaydi. Ya'ni biror bir muammoga yechim bermagunizgacha sizning ichingizda halovat bo'lmaydi. Ya'ni shunday maqsad qo'yingki, O'zbekistonda birorta yetim qarovsiz qolmasin. Ya'ni o'sha meni oliy maqsadim bo'ladi deb qo'ying. Misol uchun, ya'ni kim agar ilm o'rganmoqchi bo'lsa, ingliz tili bo'lsin, boshqami bo'lsa, har biriga yechim men bo'lay, talabalarga homiy men bo'lay. Pul yo'q odam meni qidirsin, talaba kontrakt to'lolmagan odam meni qidirsin deb. Hozirga maqsad qo'ying va uning odamlar yiliga 650-750 ming odam tug'iladi O'zbekistonda. Har yili mana shuncha ish turgan bo'lasiz kutib. Shuning uchun shaxsni o'ziga bog'liq bo'lgan narsa bo'lsa tez so'nadi. Insoniyatga bog'liq narsa bo'lsa so'nmaydi. Shunaqa. Aka, omad bersin. Men sizga ishonaman. Inshaalloh. Abdurahmon As-Sumayt haqida aytdim, eshitdingizmi? Eshitmadingizmi? O'sha insonni eslang-da, shu odamni o'tmasam hisoblasang, bo'ldi. Bir ketadi motivatsiya bilan. Xo'p, salomat bo'ling.